Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi basharasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat bavosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qistaqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob-uqubatlari, dard alamlari tafsiliy bayon qilingan. Qiyin qistaq 12-qism. Boshliq mening oldimga kelganda hammamizga qarab, "Qandoq ahvolinglar?" deb so'radi. Ustimdan suv quygandek bo'ldi. Bu ovoz kimning ovozi? Ey Allohim, menga chidaydigan yurak va kuch-quvvat ato qilgin. Uning ko'zlariga qaradim. U dal mening akam Turg'un edi. U dadamning vahshiylarcha o'ldirilishiga buyruq bergan. Onam va achamning boshqa yurtlarga surgun bo'lishiga buyruq bergan. Kichikkina bovoq dassilib o'ldirilganda qarab turgan. Meni 21 yil Xitoy qiynog'i bilan azoblab kelgan akam Turg'un edi. U hozir xiyla qirib ketgan bo'lsa-mu, lekin u dal mening akam Turg'un edi. Uni ko'rib meni qo'rqinchli titrak bosdi. Hatto aylanib ketganda tos qoldim. Ey Allohim, men endi nima qilay? Bu ahvolda o'zimni tutib olishga shuncha tirishgan bo'lsam-mu, ko'zlarimdan to'xtamay yoshlar oqatdi. Bechora ko'zlarim. Endi azoblanadigan sening navbating keldimi? To'xtagan yoshlarim meni uning oldida bechora ko'rsatmagan. Yiqilib, yig'lab uning diqqatini tortmaslik uchun beshimni bu tarafga burib oldim. Yuzlarcha mahbusning yuzi mudirga tikilib turayotgan paytda bir kishining yuzi boshqa tarafga burilgani hamma odamning diqqatini tortishi albatta mumkin. O'sablar orasidagi bir boshning boshqa tarafga qarab olganini bilib qoldi. Ondan u: "Sen nimishqa yuzingni bizdan burib olding? Bu yoqqa qara", dedi. Beshimni past qilib chiroyimni tunutmasga tirishdim. U chiroyimni aniq ko'ra olmagach meni tunimadi. Ammo teliqib yig'ilganimni bildi. O'ylab baqdim. Bu holatga uchrashib qandoqmi yig'lamasligim mumkin? U mening terimni asta-asta shilgan o'z akam tursa, uning bilan o'tkazgan kichik vaqtimizdagi kunlarimizni esladim. İkimiz ajoyib bolalar edik. Oilada aka-uka bo'lishdan boshqa bir-birimiz bilan jon do'st edik. Keyin kommunizm keldi. Bütün vücudimizni qopladi. Ondan qarshimda turgan bu odam meni 21 yildan beri qiyin qistoqqa soldirdi. Onasini, dadasini ham o'ldirdi. Kommunizm uning qilgan shu razilligiga turma boshliqning amalini beribdi. Shu holda turib aslimlarimda o'tmishga ketdim. Hatto aslima birlikda tushgan rasmlargacha elib bordi. Oilaviy tushgan rasmda uningdan bir oz yiroqda turibdiman. Buning uchun uning ochchig'i kelib, "Nimishqa mendan yiroqda turdim? Bu rasmni yirtib etaman" degan edi. Uning bilan mehr-muhabbatlik kunlarimiz o'tgan edi. Ammo bu halqa qandoq qilib kelib qolganimizga yig'lig'im keldi. Vaholanki men uchun yig'lashga sabablar intayin ko'p edi. U mening esadab yig'layotganimni ko'rib, menga yaqinroq keldi. Unlik ovozda: "Sen nimishqa yig'laysan? Sana nima bo'ldi?" dedi. Beshimni texmo pastga agdim. U texmo g'azablandi. "Javob ber, nimishqa yig'laysan?" deb vaqirab so'radi. Yig'lab ishib ketgan ko'zlarim bilan uning ko'zlariga tikilib qaradim va shu qaragancha bir muddat uningga qarab turdim. Ondan uningga ullik ovozda javob berdim. "Mening yig'ilishimga arziydigan sabablarim ko'p.
Sizga qaysi birini aytib beray, dedim. U ovozi titragan holda yandagi saqchiga bo'ldi, bularni elib ketinglar, dedi. Men uningdan ozroq uzoqlashib keynimga qayrilib uningga qaradim. U turgan yerida haykaldek ketib menga qarab qolgan ekan. Men kamerga kelibmi o'zimni tutib ololmay yig'layotgan edim. Chunki hatto bu kamerda yana ko'z oldimda turgandek edi. Uni yolg'iz bir joyda uchratishni, ichimdagi barliq savollarimni so'rash istagi texmo ochdi. Qanday ahvoling Turg'un? Bu savolni uningdan albatta so'rayman. Turg'unga bo'lgan nafratim ichimni o't qilib o'tgan edi. Hatto shu kundan keyin doim o'tmishni, ota-onamning uning qo'li orqali vahshiylikka uchirganini doim o'ylar edim. Hatto o'zimga musulmonlar qaysi ishni xato qilgani uchun bu kommunizm degan balo Uyg'urlarning beshiga keldi deb so'raydim. Tashqaridan qaytib kameraga kelib turganimizda ko'zlarim Salimgulga tikilar edi. Bechora qiz qaysi jinoyatlari uchun bu vahshiy qiyin qistoqlarda yurgandi. Uning chiroyini g'amkinlik va bechoralik qoplab olgan bo'lib, yosh qiz bo'lishiga qaramay yuzlariga obdonli qo'riqlar tushgan edi. Bechora qiz bu turmadagi jismoniy emgakda er kishilar bilan o'xshash ishlaydi. Mana bu dinsizlik o'rgatgan er ayollarning barobarlik shuari edi. Bir kuni Salimguldan so'radim. Sizmi inqilobchimidingiz singlim? U qisqagina javob berib, kommunizm kelgandan keyin kimning boshqacha bo'lishiga haqqi bor, dedi. Ondan uningdan jinoyatingizning nimaligini menga aytib bermamsiz deb so'radim. Kamerdagi kishilarning ko'pinchisi musulmonlar edi. Salimgulga qarawatganligimni, uningga ko'p gap qilayotganimni bilib, meni ogohlantirganlar bo'ldi. Musulmonlarning mana shu ishlarga qo'l qo'yman. Bir ayolga yot er kishi shalvoqlik qilsa, xuddi o'z singillariga shalvoqlik qilgandek uni himoya qiladi. Haqiqiy musulmonlarning ro'yidi dunyoning hamma yerida bir xil bo'ladi. Salimgulning menga nisbatan pok niyatimdan shubhasi qolmagan edi. Bir yil o'tgandan keyin o'z aksida ko'rib dardlarini aytib berishga boshladi. U hayotini so'zlab, men Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida 1943-yili dunyoga kelgan. O'tir maktabgacha tatar tilida o'qidim. Oliy maktabni Uyg'ur tilida davomlashtirib, Sharqiy Turkiston tibbiy fakultetida o'qishga boshladim. Bu maktabda xitoyliklar ko'p edi. Bizning tamoqlarimiz bilan ularning tamoqi o'xshash edi. Tamoqdagi go'shtning rangi nihoyatda oq bo'lg'achqa uni do'stlarimizdan so'radik. Bu go'shtning rangi nimishqa buncha oq? Mas'ullar javob berdi. Cho'chqa go'shi oq bo'ladi deyishdi. Shu vaqtda tamoqimizning buzilganini bildim. Biz islom ahkomlarini bilmasakmi va to'liq amal qilmasakmi, cho'chqa go'shining haromligini yaxshi bilardik. Keyin Sharqiy Turkistonlik 12 o'quvchi to'plandik va bundoq bo'lsa bo'lmaydi. Haqqimizni talab qilaylik deyishdi. Maktabga norozilik fikrini qo'yib, bizga halol tamoq berilsin. Biz cho'chqa go'shini yemaymiz dedik. U chaqlarda hech narsadan qo'rqmaydigan yoshlar edi va o'zimizcha kommunizm xalqning so'zlariga quloq soladi deb o'ylaydik. Nurg'un kishilarni esib o'ldirganlar mushilar edi, lekin o'lganlarni vatan xoinlari deb bilardik. Shundaqla ular bizga bular degan rus josuslari deb tushuntirdi. Shunga biz bu davlatning fuqarolari bo'lish sifatimiz bilan bu oddiy insoniy huquqlarimizni talab qilishimiz haqli deb qaraydik. Başta derdimizni aytib fakultet boshlig'ining yeniga chiqdik. Lekin foydasi bo'lmadi. Keyin hurriyatni targ'ib qiladigan gazet chiqarib, haqqimizni talab qilamiz deyishib, 12 o'quvchidan tashkillangan milliy o'quvchilar jamiyatini qurib chiqdik. Maqsadimiz ovozimizni davlatga anglatish edi. Guruh boshlig'imiz Abdul Aziz ismli Uyg'ur yigiti bo'lib, u nihoyatda jasoratli edi. Bir kuni nurg'un o'quvchilar bor yerda nutq so'zladi. Uyg'urlarga hech kim cho'chqa go'shi yegizolmaydi dedi. Amaliyotda Uyg'urlar va boshqa irqdagi musulmonlar toki dinsizlashmoqcha cho'chqa go'shidan yemaydi. Men har doim o'ylaydim. Cho'chqa go'shi haromdir degan so'z Qur'oni Karimning oyatidir. Shundaqla mas qiluvchi ichimlikning, zina qilishning, odam o'ldirishning, namozni mukammal ado qilmaslikning, zakotni to'liq bermaslikning haromligimi Qur'onning oyatidir. Nima uchun cho'chqa go'shi yemaslikka rioya qilingan kabi
Qur'onning boshqa buyruqlariga rioya qilinmaydi. Buning javobini toki hozirgacha topolmadim. 12 o'quvchi tarafidan qurilgan jamiyatda men bor edim. O'zimizcha kommunizmni maqtab, kommunizm boshqacha. Agar fashizmda bo'lganimizda bu jamiyatni qurolmas edik deyishadi. 1963-yili 2-oyning 29-kuni edi. Fakultetda hamma o'quvchilar oldirash bir kun bo'ldi. O'qishga mas'ullar hayajon bilan bugun nihoyatda cho'ng yig'ilish bor. Shunga birmi o'quvchi kelib qolmay yig'ilishga qatnashish kerak deb barliq o'quvchilarga buyruq beribdi. Hammamiz shu kuni atiganda maydonga yig'ildik. Minglab o'quvchilarning ko'z oldida bir kishi mikrofonni elib, barcha o'quvchilar anglaydigan darajada gap qilishga boshladi. Oldiga chiqqan kishi: "Hurmatli o'quvchilar va yo'ldoshlar, fashizmga qarshi inqilob sifatida kommunizm qurildi. Ammo kommunizmga qarshi Sovet rahbarlari qora surkashdi. Chunki Sovet rahbarlari kommunizmni to'g'ri yo'lga qo'yish olmadi. Kommunizmning haqiqiy yuzini Xitoy xalqi dunyoga ko'rsatib berdi. Bu inqilob sizlarga omonat qoldirildi. Kelgusining boshliqlari, boshqaruvchilari sizlar bo'lasizlar va sizlar sababli kommunizm o'zining oltin nurini dunyoga qorlib yashaydi. Fashist Ruslari bularni qila olmadi, lekin sizlar qilasizlar. Ammo bizning go'zal kelgusimizning parlaq bo'lishiga qarshi turish uchun Ruslar oramizga josuslarni avatmoqda. Bu josuslar ularning 2-4 tal puliga aldanib yurtimizni setishmoqda. Yurtimizni Ruslarga berishga xohlashmoqda. Oramizdagi ba'zi ahmoq, xoinlikqa moyillarni tepib, ularni setib elishmoqda, dedi. Biz bu gaplarni anglab nafratlanib ketdik. Bu o'quvchilar yurtimizni qanday qilib Ruslarga setishi mumkin? Kommunizmning boshqarishiga kirish bilan Xitoyliklarga setilganimizdan hatto xabarimizmi yo'q edi. Cho'ng boshliq gap qilayotgach so'radi: "Bu vatan xoinlarining jazosini beramizmi yoki yo'qmi?" dedi. Hamma o'quvchi birdek ovozda: "Beramiz. Bu vijdonsizlarni jazosiz qoldirmaymiz", deyishdi. Yeliqi kishi undaqda ularning ismini o'qiymiz dedi. Jon qo'lqimiz bilan ismlarni angladik. Ular bizning ismlarimiz edi. Albatta ularning orasida mening ismim bor edi. Ondan bizni oldiga chiqarishdi. Biz orqali o'quvchilarga ogohlantirish berib, hamma zolimliklarni va ojizliklarni namoyon qilar edi. Qo'l putlarimizni bog'lashdi. Ondan har birimizni boshqa mashinaga selishib, Rus jasuslarini tutganda elib ketishdi. Salimugul bularni aytib berayotganda kameraga saqchi kirib qilg'ach, parani mushu yerda to'xtatdi. Davomini keyin aytib bermang Komil aka, dedi. Uning so'zlariga qiziqqanimdan yerilib ketay degan edim. Uningga qanday qiynoqlarni qo'llashdikin? Bu kommunizmning qiyin qistoqlari ayol barobarligiga rioya qilganmidi? Yoki ayollarga uningdanmi battarroq jazo berganmidi? Men bu yerda Oblat aka bilan ko'p suhbatlashib turardim. Uning bilan dardlashkim kelar edi. U nihoyat komil musulmon edi. U menga islomning ahkomlarini shundoq chiroyli qilib aytib berardiki, anglab to'ymasdim. Turg'un jenimni ko'p og'ritgani uchun ko'pincha Oblat akaning oldiga borar edim. Oblat aka cho'ng bir masjidning imomi bo'lgan ekan. Shu qamoqxonadagilarning ko'pinchisi imom va mudarrislar edi. Bir kuni uningga dardlanib, ichimga sig'may yerilib ketay da'vatiman aka, dedim. Bir necha kundan beri bu yerda yuragimni siqib izyapti. Bundan keyin qanday qiynoqlarga selishar, dedim. Oblat aka beshidan ko'p issiq sovuq o'tgan kishi edi. Menga ma'noli qarab, hammasiga chidab yashash bir ne'matdir. Sabr qil va bu ne'matlarning qadriga yetgin, dedi. Va so'zini davom qilib, sening yashashdagi maqsading nima deb so'radi. Men unga tushunolmadim. Nima demoqchisiz? U demoqchi menga insonning dunyoda yashashi o'ziga foydali bo'lishi kerak. Sening foydang nima deb so'radi. Men unga bu gaplaringizdan hech narsa tushunmadim. Meni o'l demoqchimisiz, dedim. U tamkinlik bilan yo'q, yashashingda nima foyda bor demoqchiman. Men bilmayman. O'lmaslik uchun yashashga tirishyapman, dedim. U javob qilib, yaxshi. Undaqda sen o'lgandan keyin yashagan hayotingda sana biror foydasi tegamdi, dedi. Men unga
Ablat aka tepishmoq qilib gap qilyapsiz. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunolmadim dedim. U aytmoqchimanki, sen nimishqa Allohga yuzlanmaysan? Allohdan yiroqlashishingning badalini hammamiz birlikda o'tadik. Sen boshqa badallarni mi o'tab ko'rmoqchimi dedi. Men unga har doim Alloh deyman. Qalbim to'xtamay har nafasda Alloh deydi dedim. U yaxshi. Ashu qalbing sen namozni boshla. Kunda 5 vaqt beshingni sajdaga qo'yib, Alloh degan demadimi dedi. Men hayron bo'lib, uningga gaplaringiz to'g'ri Ablat aka. Musa aka o'lgan kuni men ham shu narsalarni o'yladim. Ammo nimishqa namozni boshlay olmayotganligimni o'zimmi bilmayman. Amaliyotda Allohni nihoyat yaxshi ko'raman. Balkim kunda qalbimda 100 ming qatam Alloh deyotgan deman dedim. Bu nihoyat go'zal ish. Lekin 100 ming qatam Alloh deyishning o'rniga kunda 5 vaqt namozingni o'qishing 100 ming qatam Alloh deganingdan foydaliroq bo'lar edi. Menga qara Kamil. Bir odam har kuni 100 ming qatam Allohni aslaydi-yu, undaqda 5 vaqt namoz o'qimamdi. Bu qandoq bo'lg'ini? Allohni suygan kishi uningga sajda qilmay turib, qandoqsiga uning quli bo'lishi mumkin dedi. Uning bu gaplari qattiq ta'sir qildi. Nihoyat chiroyli gaplarni qilgan edi. Allohni suygan kishi uningga sajda qilmay turib, qandoqsiga uning quli bo'lishi mumkin. Endi bu to'g'risida tafakkur qilishni boshladim. Demak, men haqiqiy qul emas, saxta qulman. Shu kuni namozni boshladim. Namozdan keyin tuyub duo qildim. Ey Robbim, kechikib bo'lsa ham huzurimga keldim. Tortgan azoblarimni, qilgan gunohlarimning badali sifatida qabul qilgin. Meni ham o'z marhamating va karimingga olgin. Amin. Shu topda qalbimda ta'riflashga til ojiz keladigan xushallik paydo bo'ldi. Lekin xiyolimga turg'un kelishi bilan bu xushallik yo'q bo'lib ketar edi. Turg'un. Bir kuni o'ylab o'ldirib xiyolimga kelib qoldi. Bizning shu ahvolimiz haqida biror film ishlanganmidi? Buningda qo'rqinchli tush ko'rgan odam bormidi? Yo'q. Hatto tushkimi bunda qiynoqlik sahifalar kirmaydi. Bir kuni kechda Tosh Kanadadan qaytayotgan edik. Qamoqxonaning maxsus mashinasi oldimizdan chiqib qoldi. Uni o'tkazib o'tish uchun yo'lning chetiga chiqdik. Mashina mening oldimga kelganda ichiga qaradim. Turg'un qayrilgan holda menga qarab turar edi. Men uningga qarab turar edim. Yana ko'zlarimdan yoshlar to'kilishga boshladi. Uningga qaradim va o'zimga o'zim gap qilatdim. Nimishqa bunday qilsan Turg'un? Menga qarag'iningda azoblanyotamsan yoki rohatlanyapamsan? Qalbim shuni bilalagan bo'lsa edi. Shu topda qalbim tumurlaridan yovuldab yonar edi. Uni har ko'rgunimda mana shundoq titraydigan, qalbim og'riydigan bo'lsa, Ahmadning qiynoqlarini eslab qolar edim.